Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, o'quvchilar. Bugun sizlarga tikonchi o'quvchi va tikonchi ota-ona ilovalarini qanday bir-biriga bog'lab, ularni sozlash haqida qisqa, sodda tutorial, ya'ni dars o'tib beraman. Bu Samsung qurilmamizda allaqachon tikonchi o'quvchi ilovasi o'rnatilgan. Uni shundaylikcha o'chirib bo'lmaydi, chunki o'quvchi uni o'chirishdan avval maktab admini, ya'ni ustozi yoki zamdirektordan yokida ota-onadan so'rashi kerak. Buning uchun tikonchani ilovasiga kiramiz. Boshqalarda sozlamalarning ichida xavfli hududdan ilovani o'chirish yoki hisobdan chiqish kerak emas bizga. Ilovani o'chirib yuboramiz. Xo'p. So'rovni yubordik. Hozir adminga keladi bu. Bu yoqda admin panelimiz bor. O'chirishga ruxsat beramiz. Ruxsat berdik. Endi tekshiramiz. Ilovani o'chirsak bo'ladi shu bilan. O'chirib yuboramiz. Ilovamiz o'chdi. Endi esa qaytaga o'chiramiz uni. Sizlarga uni qanday qilib sozlash haqida tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, bu ko'chgunicha ota-ona ilovasida hisobdan chiqib turamiz. Hisobdan chiqdi. Tikonchi ilovasi ham o'quvchimizga o'rnatildi. Xo'p, bu yoqda o'zimiz yoqtirgan mavzuni tanlaymiz. Bu yoqda aytyaptiki, agar ota-ona bo'lsangiz, bu tikonchi o'quvchi ilovasini sozlamang telefoningizda. Ota-ona bo'lsangiz, boshqa yerga jo'natib yuboradi. O'quvchi bo'lsangiz, davom etasiz. Bu yoqda tikonchi o'quvchi ilovasi qanday imkoniyatlarga ega bo'lishi haqida yozilgan. Ya'ni ilovani o'chirib bo'lmaydi, berilgan ruxsatlarni o'chirib ham bo'lmaydi. Ota-ona yoki maktab administratsiyasi ruxsatisiz. O'tamiz. Bu yoqda bir qancha ruxsatlarimiz bor. Android tarafdan berilishi kerak bo'lgan. Ularni birma-bir berib chiqishimiz kerak. Joylashuv bu maktabga yoki ota-ona belgilagan hududga kirganini bilish uchun kerak bo'ladi. Admin ilovamiz bexosdan o'chib ketmasligi uchun ishlash vaqti ushbu telefondagi ilovalarni qancha va qachon ishlatganini bilib turish uchun, ya'ni uni statistikasini bizga olib berib turadi. Ustida ko'rsatish bu ilovani cheklash uchun kerak. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Ya'ni boshida chiqqanda ko'rsatgandim, ilovani o'chirayotganda cheklash. To'liq ekranli ogohlantirish bu vazifa berganda, topshiriq berganda keladi. Buni ham yoqib qo'yamiz. Batareya tejash, ruxsat. Batareya tejash ekonom rejim yoki telefon o'chib yonganda tikonchamiz o'chib qolmasligi uchun, uxlab qolmasligi uchun kerak bo'ladi. Xo'p, oxiriga keldik. Maxsus imkoniyatlar. Bu yerda sizlarga aytib o'tmoqchimanki, Redmi telefonlarimizda ko'pincha bu ruxsatlarni berayotganimizda 10 sekund davomida kutishimiz kerak bo'ladi. Misol mana Redmi A5 telefonimiz bor. Redmi A5 ozgina soddalashtirilgan Android tizimida ishlaydi. Lekin o'shanda ham kutish kerak va birarga ruxsatlarni berish shart emas bu telefonimizda, chunki u soddalashtirilgan Androidda ishlaydi. Honor telefonimizda esa xuddi o'shanday beriladi. Deyarli bir xil. Faqat ushbu maxsus imkoniyatlarimizni hozir ko'rsatib beraman. Ozgina farqi bo'ladi. Samsung telefonimizda maxsus imkoniyatlarga kiramiz. Bu ekranda matnini bizga bilib turish uchun kerak. Ya'ni misol uchun aytaylik Instagramga kirdik. Mana Instagramga bosganimizni bilib turishimiz uchun bizga ushbu maxsus imkoniyatlar kerak bo'ladi. Buni hech qanday boshqa niyatlarda yoki yo'llarda ishlatilmaydi. Buni Google tekshirgan
O'shaning uchun Play Marketga joylolaganmiz. Bo'lmasa, bu Play Marketimizdan ko'chira olmagan bo'lardingiz. Xo'p, foydalanish imkoniyatiga kirdi. O'rnatilgan ilovalar ro'yxatiga kiramiz. Bu yoqda tikonchani topib, eng tepadagi shuni yoqib qo'yamiz. Ruxsat beramiz. Qolganiga tegish shart emas. Xo'p, bu yoqda Owner'da bo'lsa, bu yerda o'rnatilgan ilovalar ro'yxati bo'lmaydi. Maxsus imkoniyatlarda pastga tushsak, shunchaki shu yerda tikoncha turgan bo'ladi. Uni ham yoqib faollashtirib qo'yamiz. Redmi'da yana qaytaraman. 10 sekund kuttiradi va adashmasam xavfli deb chiqaradi, lekin bu xavfli emas. Xo'p, Samsung'imizda o'quvchini nomerini teramiz. Bu yoqda 6 xonali tasdiqlash kodi bor edi, uni yozib olamiz. Registratsiyada lokatsiya bo'yichani tanlashni tavsiya beraman. O'shanda tikoncha ilovasi GPS orqali siz qaysi maktabni oldidaligingizni bilib, o'zi avtomatik tanlaydi. Misol, lokatsiya bo'yicha New Edu boshqarmasini ofisda o'tiribman, o'shaning uchun New Edu chiqyapti. Sinfni tanlaymiz. 1A. Ism Said Burxon. Familiya Shuhratov. Sharf Dilmurod o'g'li. Xo'p, ozgina noto'g'ri ketdi, lekin bo'laveradi. Xo'p, yoshimiz o'g'il bola. Shunday holatda registratsiyadan o'tamiz. Agarda lokatsiya bo'yicha ishlamagan bo'lsa, misol noto'g'ri maktabni kiritilib qolgan bo'lsa, bemalol bu yoqda viloyatingizni, tumaningizni, Andijon shahrida bo'lsangiz, Andijonda o'zini tanlang. Andijon tumanini tanlab qo'yishadi. Birargilar tuman boshqa, Andijon shahri boshqa. Bu yoqda sinfingizni tanlaysiz, maktabingizni. Tak. Mana shaharda barcha maktablari bor. Kiramiz. Mana muvaffaqiyatli kirib oldik. Endi esa bu ilovamizni, ya'ni akkauntimizni ota-ona ilovasiga ulashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ota-ona ilovasida nomerimizni yozamiz. Unga ham 6 xonali kod keladi. Yozamiz. Registratsiyadan o'tamiz. Xo'p, bu otam bo'ladi. Keyingisi bu yoqda sraza chiqadi. Farzandingizni nomerini kiriting, o'shanda ulab beramiz deydi. Mayli, aytaylik, kimdir o'tkazib yubordi deylik. O'tkazib yubordik. Birinchi ko'rmoqchimiz ilovani. Mana shunday funksiyalari bor ekan. Farzandingiz qo'shilmagan bo'lsa, bu yoqda katta qilib farzand qo'shish knopkasi turadi. Bu qachon yo'qoladi? Qo'shsangiz yo'qoladi. Xo'p. Bu yoqda nomerimizni ko'rib olamiz. Farzand qo'shish joyida farzandingizning nomerini yozasiz. Yozib bo'lganingizdan keyin bu yoqda 6 xonali kod chiqadi yana. Ushbu kodni qayerda yozamiz? Tikoncha o'quvchi ilovasida boshqalarga o'tamiz va ota-onangizni qo'shing tugmasini bosib, 6 xonali kodimizni kiritamiz. Davom etamiz. Bunga xabar keladi. Ya'ni o'quvchi, ya'ni farzand qo'shildi deb chiqaveramiz. Ko'rib turibsizki, farzandimiz qo'shildi. Said Burxon o'zim.
Bu yoqda endi funksiyalarimizdan foydalansak bo'ladi bemalol. Hozir xabarnoma keldi-ku, Saidburxon, ya'ni yangi farzand qo'shildi deb. O'shanaqa xabarnomalar Huawei telefonlarimizga, qurilmalarimizga kelmashi mumkin. Chunki Huawei Google bilan ozgina xafalashib qolgan. O'shaning uchun bilsangiz agar ushbu xabarnomalar Google servisi orqali keladi. O'shaning uchun Huaweiga kelmaydi. Google uni cheklab qo'ygan Huaweilar uchun. Xo'p, bu menimcha katta muammo emas. Lekin shuni ham aytib qo'yish kerakki, tikonchi o'quvchi ilovasi Huawei telefonlarimizda stabil ishlamaydi. Birinchidan o'sha Google muammolari va negadir bundagi GPS juda yomon ishlaydi. Agar lokatsiya bo'yicha cheklamoqchi bo'lsangiz, muammoga duch kelishingiz mumkin. Misol, hozir ham Huawei'ni o'zini kartasida ko'rib turibmiz, lokatsiya noto'g'ri, bir 50 metr noto'g'ri ko'rsatadi. Balkim tashqariga chiqsak, ya'ni biz binoda ichidamiz, o'shaning uchun balkim signal yaxshi emasdir. Lekin umuman olganda uncha yaxshi ishlamaydi Huawei'da nimagadir. Xo'p, bu yoqda ota-onani funksionallarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yoqda statistikalarimiz bor. Kunlik statistikaga o'tamiz. Bu yangi ulangani uchun unchalik ko'rsatib yormayapti. Ko'rishimiz mumkin 5 daqiqa, 5 daqiqa bir xil ko'rsatadi. Nima qilishimiz mumkin? Topshiriq beramiz, keling. Xo'p, aytaylik, uyga vazifa. Qil tezroq deymiz. Tugatish sanasi. Xo'p, bugun 8-fevral bo'lsa, ertaga tugatish kerak bo'ladi. Nechida? Ertaga bizga 10:00 da ko'rsatish kerak. Juda muhim. Bu yoqda tangachalar berishingiz mumkin. Hozir tushuntirib beraman nimaligini. Saqlaymiz. Sizga yangi topshiriq keldi. Mana ovozli xabarnoma keladi. Ustuvorligi o'ta muhim. 9-fevral 10:00 da uyga vazifani tezroq qilib qo'yishimiz kerak. Qabul qilamiz ota-onani vazifasini. Bu yoqqa kirsangiz, mana ko'rsatib turadi. Bu yoqda deadline'i, ya'ni hali 100% vaqti bor hali. Bajarib qo'ydik. Endi bu yoqdan ham chiqmaydi. Afsus. Bunga tasdiqlash, ya'ni bajarildiga tasdiqlashni qo'shib qo'yamiz ekan. Xo'p, jadvallarimiz bu cheklash jadvallarimiz. Hozir shart qo'shamiz. Bunga bir kirib chiqsak, uy deylik. Uyga yangi cheklash jadvali qo'yapsiz. Vaqt. Hozir yakshanba, tugash vaqtini, boshlanish vaqti 8:00, tugash vaqtini 7:00 qilib qo'ysak, hozir biz cheklanib qolamiz. Saqlashni ezamiz. Ilovalarning ichida aytaylik, Yandex.Go'ga ruxsat bermaymiz. Saqlaymiz. Xo'p, keldi. Ilovada o'zgarish. Yandex.Go cheklandi. Ko'rib turishingiz mumkin. Yandex.Go cheklandi. Ilova uy jadval bo'yicha bloklangan. 8 dan 7 gacha, ya'ni 7 vaqt oralig'ida ilovadan foydalanish mumkin emas. Xo'p, yopamiz. Endi 7 bo'lganda, ya'ni 7:01 bo'lganda ishlashni boshlaydi Yandeximiz. Aytaylik, xo'p, obuna so'rayapti. Aytish esdan chiqibdi. Obunamiz ichiga cheksiz jadvallar, topshiriqlar, kartani ko'rish va shunga o'xshash juda zo'r imkoniyatlar kiradi. Hozir limitimiz tugadi, ya'ni bitta qo'shimcha jadval maktabnikidan tashqari
va u jadvalda ikkitadan ko'p ilova tanlay olmaymiz. Misol uchun mana 3-ilovani tanlamoqchi bo'lsak, siz ikkitadan ko'p ilovani tanlay olmaysiz deb chiqadi. Keling, obuna bo'lamiz. Ya'ni, obunani men adminkamdan berib qo'yaman. Sizlar bo'lsa skidka bo'yicha olishingiz mumkin. Menimcha videoni ko'rdingiz. Fevral oyi ichi andijonliklar uchun 50% chegirma. Start 1000 promokodini yozsangiz, mana ko'rsatib beraman. Start 1000 ni. Hop, obuna bo'lamiz. Aytaylik, mana yillik. Va bu yoqda promokodni ishlatishga start 1000 qo'llash yopamiz. Ko'rishingiz mumkin 50% chegirma. O'zi oylik 24000, lekin bu chegirma bilan 99000 so'm bo'lyapti. Ya'ni oylik yil bo'yi to'laganingizda 24 ni 12 ga ko'paytira olasiz, o'zingiz 280 necha ming chiqadi. Deyarli 3 baravar arzonroq tushyapti. Bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak menimcha. Xo'p, bu yoqda esa biz o'quvchimizni topib, unga obuna beramiz. Xo'p, obuna tasdiqlandi. Endi adashmasam tanlashimiz mumkin. Yo'q, menimcha bir marta kirib chiqgan afzalroq bo'ladi. Chunki bazamiz yangilanishi kerak. Xo'p, mana bu yoqda plus aktivatsiya bo'ldi. Bir marta kirib chiqamiz va mana plus aktivatsiya bo'ldi. O'quvchimizda ham endi cheksiz imkoniyatlar ochilgan. Jadvallarda yana bir jadval qo'shamiz. Uni aytaylik o'quv markazi, proper o'quv markazida o'qishi mumkin. Misol uchun sizni farzandingiz proper deymiz. Kiritamizda va joylashuv bo'yicha cheklaymiz. Xo'p. Mana proper qayerda edi? Adashmasam mana shu yerda bo'lishi kerak. Xo'p, ozgina oshib ketdi. Bo'ldi, mana. Mana shu yerda proper. Mana shu yerga radius qo'yamiz. Va saqlaymiz. Qaysi ilova ishlamasin? Xo'p, aytaylik ChatGPT ishlatmasin. Dars vaqtida ChatGPT ishlatish unchalik ham yaxshi emas. Unchalik o'zi yomon. Bu sun'iy intellektlarga moyillik bo'lishi. Xo'p, keldi. Properga kiramiz. Mana bu yoqda Gemini va ChatGPT joylashuv bo'yicha cheklangan. Mana ko'rishimiz mumkin. Properda cheklangan. Aytgancha proper o'quv markazini tavsiya qilamiz. Bizniki emas. O'zim o'qiganim uchun tavsiya qilyapman. Xo'p. Endi keling, xaritani ko'ramiz. Hozir bir joyda o'tirganim uchun bular bitta joyni ko'rsatyapti. Mana pastki qismda farzandlaringizni tanlashingiz mumkin. 10 ta farzandingiz bo'lsa ham mana shu yerda chiqadi. Endi suhbat. Bizni birinchi keling, sun'iy intellektimizni ko'rsataman. Salom.
Assalomu alaykum, Dilmurod aka deyapti. Siz haqingizda ma'lumotni biladi va farzandingiz haqida ham biladi. O'g'lingiz Saidburxonning ta'limi bilan bog'liq savollaringiz bormi? Ha, bor. Aytaylik, keyin beramiz. Bu juda zo'r sun'iy intellekt. Sizni farzandingizni tarbiyasi bo'yicha yokida aytaylik, o'qishi bo'yicha tavsiyalar berishi mumkin. Saidburxonni o'zi bilan gaplashamiz. Kelishi kerak. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol Telegramda qanday gaplashsak, o'shanday gaplashaveramiz. Endi esa bu yoqni, ya'ni profil qismini sizlarga tushuntirib bersam. Profilga kirasiz. Bu yoqda ikkinchi farzandingizni qo'shishingiz mumkin. Tangachalarimiz bir harfi tushib qolibdi. Tangachalarimiz bor, faol vazifalarimiz yo'q ekan. Bu yoqda shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rsangiz bo'ladi. Farzandlaringizni ma'lumotlarini ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqda 2-3 ta farzandingiz bo'lsa ham chiqaradi pastida. Til, rus tili, o'zbek tili, ya'ni ingliz tili qo'shamiz, arab tili qo'shamiz, chet elga chiqamiz xudo xohlasa. Sozlamalar. Bu yoqda ilova ko'rinishini sozlab olsangiz bo'ladi. Menga yorug' ham yoqadi aslida, lekin kameraga yaxshi ko'rinmaydi-da. Shu tomoni bor. Va akkauntdan chiqishingiz mumkin. Boshqa akkauntdan kirmoqchi bo'lsangiz, boshqa nomer bo'lsa, bu yoqda obunani ola olasiz. Tangachalar. Tangachalar nima? Sun'iy intellektga bir marta yozsangiz, bitta tangachangiz ketadi. Ya'ni bu tangacha sun'iy intellekt ham vazifa biriktirganingizda farzandingizga o'sha tangachalarni rag'bat qilib bera olasiz, biriktira olasiz. Bitta tangachamiz 100 so'm turadi. Bu yoqda paketlarimiz bor. Mana 1000 ta tangachamiz 80 ming. Bu yoqda 50% chegirma bilan olishingiz mumkin. 30 ming ta tangacha vobshe mazza qilib ishlatasiz. Agar mablag'ingiz bo'lsa, bunga sun'iy intellekt va kelgusida juda ko'p funksiyalarimiz qo'shiladi. Farzand bilan ota-onani o'rtadagi texnologik bo'shliqni xudo xohlasa biz to'ldiramiz. Shu eng katta maqsadimiz. Ya'ni aytaylik, o'rtacha ota-onamiz hozir 40 yoshda bo'lsa, 40 yoshli inson unchalik texnologiyalarni yaxshi qabul qilib olmagan bo'ladi. Lekin aytaylik 5 yoshli o'zimning singlim bor. Bemalol YouTube'ga kirib xohlagan narsasini ko'rib va o'yinini o'ynab ketaveradi. Ya'ni zamon yangi avlodni o'zgartiryapti. O'shaning uchun o'rtada bo'shliq bo'lib qoldi. Ota-ona va farzand o'rtasida tushunchalar har xil. Shuning uchun o'shani to'ldiramiz. Tangachalar bunda kerak bo'ladi. Xo'p. O'quvchi ilovamiz. O'quvchi ilovamizda ham barcha o'sha statistikalarni ko'rsak bo'ladi. Faqat statistikalarimiz kamroq. Mana bu yerda bor ekan. Bu telefonni aslida hech kim ishlatmaydi. Faqat mana sinov uchun ishlatganmiz. Qolgan narsalar uchun ishlatilmaydi. Mana bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi. Bitta yozasiz va o'sha soatda qaysi ilovani qancha vaqt mobaynida ishlatganingizni ham ko'rsatadi. Bu yoqda Pomodoro taymerlarimiz. Ya'ni Pomodoro bu vaqt menejmenti. 25 minut fokus qilib bir vazifani ustida ishlaysiz va 5 minut dam olasiz. Xo'p, mana sizga ko'rsatib beraman. Yo'q, bu qaytadan ekan. Hop, shu 25 minut tugasa, xullas dam oladi 5 minut. Bu yoqda qaysi topshiriqni topshirig'imiz yo'q ekan. Vazifalar berilgan bo'lsa sizga yoki o'zingiz ham misol vazifa berishingiz mumkin o'zingizga. Mana vazifa. Pomodoroda o'sha vazifani tanlab qo'yamiz.
shu vazifani ustida ishlayotganimizni bildirib turadi. Bu yoqda o'yinlar. Bizda mana juda qiziq o'yinlarimiz bor. Misol aytaylik, 14 ni qanday shakllantirishimiz mumkin? 14 ni qanday shakllantiramiz? Xo'p, 8 bilan 6 ni qo'yamiz. Mana va shunday qilib to'ldirib chiqamiz. Juda qiziq o'yinlarimiz bor. Buni yaqinda bundan ham ko'paytiramiz va kelgusida qanday funksiyalar qo'shmoqchimiz? Uxlashga yordam beradigan ovozlarni qo'yadigan mini applar, financial management, ya'ni nima deydi? Savodxonlik, ya'ni moliyaviy savodxonlikni oshiradigan yoshlarimizni shunaqa bir mini app qilamizda, u yerda ota-ona bir haftalikka aytaylik farzandiga 100 ming so'm bersa, o'zi taqsimlash kerak bo'ladi. Haftani oxirigacha yetkazish kerak bo'ladi. Agar ishlatib qo'ysa ham 4 kun, payshanba kuni tugab qolsa ham o'zi majbur bo'ladi nimadir qilishga. Shuning uchun juda zo'r, katta bo'lganda juda yordam beradigan skill, ya'ni qobiliyat deydimi? Shunaqa skilllardan biri bo'ladi. Vazifalar, suhbatimizni ko'rdik. Bu yerda chatimiz bo'ladi. Hozircha adashmasam shu. Bu yoqda biz bilan bog'lansa bo'ladi o'quvchi. Telegram orqali bog'lanish mumkin. Qo'ng'iroq qilsa ham bo'ladi. Boshqalarda bizda biz haqimizda informatsiya bor, shikoyat chati bor. Biz bilan aloqa hozir ko'rdik. FAQ, eng ko'p beriladigan savollar ro'yxati. Tangachalar, obuna, sozlamalar va shaxsiy ma'lumotlar. Xo'p, faol vazifalarimiz bitta. Shun bilan tugatsak bo'ladi, menimcha. Videomiz juda uzoq chiqdi. Buni xohlasa YouTube'ga qo'yamiz. Telegramdan buni tarqatib bo'lmaydi. 500 megabayt chiqsa kerak. Hozircha shu ota-onalarimiz. Bu yoqda misol o'chirishni ham ko'rsatib qo'yay. Bu juda kerak bo'ladi. Qanday qilib o'quvchi ilovasini o'chirishimiz mumkin? Sozlamalarga kiramiz. Mana boshqalarda sozlamalarga kiramiz va xavfli hududda ilovani o'chirish tugmasini bosamiz. Bu yoqda request, ya'ni so'rovni jo'natamiz. So'rov kimga keladi? Ota-onaga keladi, ota-ona bo'lsa. Mana Saidburxon Shuhratov o'chirish uchun so'rovnoma yubordi deydi. Bu yoqda agar ilovani ichida bo'lgan bo'lsangiz, bir marta chiqib kirsangiz yaxshi bo'ladi, chunki tepada yangilanadi informatsiyamiz. So'rovlarda ilovani o'chirish bo'yicha ruxsatga tasdiqlab olishingiz kerak bo'ladi. Mana tasdiqlaymiz. Endi tekshiramiz o'quvchi ilovasida. Ilovani o'chirishimiz mumkin endi. Aytaylik, agar o'quvchi ilovasi hech qanday ota-onaga ulanmagan bo'lsa, bu so'rov bizga keladi va uni biz mana misol uchun yana bir so'rov jo'natamiz. Mana yana so'rov keldi. Bu safar hisobdan chiqish so'rovi, lekin biz ham tasdiqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Yo'q, bizga kelmaydi ekan, ota-onaga kelar ekan faqat. Bo'ldi, tasdiqlaymiz. Bunda ilovani o'chirishimiz ham mumkin endi. Chiqdik. Bo'ldi ota-onalar, shu keyingi safar ko'rishguncha yangi update'larimiz, ya'ni yangi versiyalarimiz chiqsa, sizlarga yangilangan video uroklar, darsliklar taqdim qilamiz. Umid qilamanki, juda tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'lmagan bo'lsa, ming bor uzr. Bemalol ushbu qanday endi ushbu sizga keling ko'rsatib beraman. Qaysi nomerga telefon qilishingiz mumkinligini. 998 98 270 70 07.
shu nomerga telefon qilaverasiz. Ha, bo'ldi, anamiki edi. Avval. Shunday. Yokida Telegramdan bizga bog'lanish orqali bog'lansangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.